aloe gel. Buni hammamiz bilamiz, lekin ko'pchilik noto'g'ri ishlatadi. Siz ham shunday xatoga yo'l qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Birinchi xato. Ko'pchilik aloe verani yuzga surib, tez yuvib olishadi. Bu noto'g'ri. Ko'z atrofiga qalin surtish, ko'z atrofi nozik va yupqa bo'lganligi uchun ushbu gel allergiya chaqirishi mumkin. Aloe gelni faqat yuz uchun deb o'ylash. Aslida aloe gel badan, soch va kipriklar uchun ham ishlatiladi. Aslida aloe geli yuz terisiga kechki payt yupqa qilib surtiladi, yuvilmaydi. Agar niqoblar tarkibiga qo'shilsa, 15-20 daqiqadan so'ng yuvib olish mumkin. Sochlarga surtishdan oldin aloe geliga oz miqdorda kokos yog'ini qo'shib, soch ildizlariga surtilsa, sochlar ildizi oziqlanadi. Kipriklarni mustahkamlash uchun kechki payt aloe gelni surtib yotish foydali. Yana bir eslatma, aloe vera gelidan nafaqat opa-singillarimiz, balki o'g'il bolalar va erkaklarimiz ham foydalanishlari mumkin. Aloe geli haqida foydali niqoblar olishni istaysizmi? Like bosing va kommentariyada aloe so'zini yozib qoldiring.